Vah 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 bereket şeba Hurrici bellen tırık çökteba Temmini demey çıdandım yemey Bu yesin lezzetli dostlarga demey Bereket bereket haslığım vardır Maktaş bir hacet rastlığım vardır Bereket Foto? Ha? Ya maynersi? Şkapın içinde. Ya şkapı? Gaz ocağının astidiki. Ya mayner kaçını koyma. Yerim cümüş. Hayır çümüşte. Vay özünüz qarab kuymamsiz. Ya foto mayner şütmemde. Çüçütmesiniz mi buludu? Az piyazlı baş salındı güçlü bu. Qandaqsınız meyli? Ya tuzlu şu. Salisiz. Az tuzdan ne buldun? Hecep içimni sıktınız. Ya foto. Vay 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 vay. Bir işini mi qamlaştırıp qılanmaytkensiz? Kaldım go. Eşini taya qılmapsız go. Ben şu hemen soruyu bıraklık layıtayken. Bir koytken ben cümüş bile. Hey ben aldırğanda taya çöpüşüp durun ha. Foto. Bağımlısınız fakat bu manda. Şirket uğurlaştırgan iş tusa bu. Men bilmem şundasın başka bir telefon koyup ha başkalar olsun basın onunla. Ben ara bir demaganda siz kessiniz qandaq buldu. Qarang, bu fursat aram bir kelganda qo'ldan berib qo'ysam bo'lmas. Başta deyilganınızı bilettim ben. Sizge eremez, hizmet gerek ko. Ha? Ey, nim deganingiz bu? Nima? Ha? Xatama? O'ylab beqing ha. Biz to'yga yaqi, men demasam siz ishlaysiz. Siz ishlasangiz men demalayman. Bizmi er-xotinga o'xshamdi? Ha? Be yosh, bunda to'yga er-xotinlar degan. Bunda bir kechalari bir birga o'tkazilgan, kinolarga birga berib, bunda bog'cha bozorlarni birga qo'ltiqlashib, bo'yni bir kulib, bir qo'sha-qo'ram yashimamdi deyman. Bo'ldi. Sizcha chakka qilib qo'yasiz yo'q. Uningda cho'pim nishkinim yaxshi, ha? Men Hey. Bunisi boshqa telefon qilib baqaychu. Voy boshqa birisi basna o'rnimga. To'xtara. Kallamda o'tdi. O'tdi. Ne o'ylab qoldim. Qarag'utni, endi 100 odamning ichidan endi boshliqdan ben sizni alaydan tanlab endi muhim vazifaga avatishda bir sabab bor-da, ha? Endi meni o'yini deb siz boshliqni ranjitib qo'ysangiz, keyin o'sadigan ishlar ta'sir qilib qolsa, menmi oldingizga qichilib qolma. Shunaqa menimcha bahsingiz yaxshilarmikin deyman-da. Shunami? Uning ustiga bilgan sizning talantingiz joriy qilgan yaxshi fursat bo'lsa, shunami? Hey, lekin bu gapingizmi to'g'ri? Shu to'g'ri, albatta to'g'ri. Xudo shunaqa qag'aysada ansirman. Menda ansirman. Siz xotirjam meni yuring. Hamma bo'ldi, sizni kelishingizni to'g'rilablar, boshliqdan ruxsat so'rablar. Anakin ikkala tang yashayli, o'ynayli. Ha? Ma'qul. Menga ya. Ha, ma'qul. Xudo. Shunday qilmoqchisiz? Amsi qanday ma'qulmi? Ay, yo, men demakchi, yo'l jiroq bo'lgan. Diqqat qilaman. Ha, rost. Men mong'andan keyin bek ishtingizga patmay ketmay. Men uydan taloq chiqmay qisib o'tirasizmi? Xotin, talog'im shu pulimiz chiqildi, pulimiz ne chiqim ben. Menga ishlar bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Siz qaytib kelguncha mush bo'sog'idan faqatla atılmayman. Ras atılmayman. Amsi yaxshi. Ha, ma'qul. Xotin, shunda o'smi. Kitap pul tashlab qo'ymamsiz deyman, ha? Pulni nima qilsiz? Men hamma narsa akab bergan desam,
Talağa çıqamtınız ya. Ya men talağa chiqma degan gapni qilmadim xudo. Hergiz talağa chiqmayman. Rost bo'sug'ida otmayman. Men shu pulni nima ishga deganda men pulni boshqa ishga qilman. Siz yo'qim zerikib qolsangiz sanab silab o'tiraymi Ay ekan. bir bo'ldi qiling ha. Nim qilsiz shu? Shu nima ish qilmayman. Shu ma'qul. Xo'sh xotin. Ma'qul, ha? Kamsaman. Voy, kammigina be. Ay ishga uzoq tur. Ya bir ishga majbur. Qo'tsiz. Biladim men. Bana chidamaydi qildi. Xo'sh, manim deydiganda chamdidimni unutib qopdim-a. Xo'sh. Adaş, qanday ahvoling? Ha? Men yaxshi. Sen nima ish qilyapti? Damilis. O'zimcha ishlab ketdi. Hey, bichar bayqush. Ha, adash, mana ishtiringni. Shu ish. Bilasiz, seni esingda bor. Lekin shu men demasam sen bilmaysan emasmi? Ha, adash. Endi 2000 kun asha jiddiyroq bir nima qilib qolsang, bugun sal muhim ish bo'pti. Yo'q, bo'lmaydi. Va nima ish qilib? Adash xumboq qilib qolsang, xotin bilib qol deyman. Ha. Adash, sen tushunmaysan-da, hozir vaziyatchi. Ama vaziyat burunqi o'xshamaydi adash. Xotin bilib qolsa, jan chiqadi uydan. Ha, shunaqa adash. Putqilani sen ishtigra qilib qo'yibsan-da, o'zing o'nshapmamsan? Bo'ldi? Ha, ma'qul. Ha? O'nshap bo'ldi? Nima? Qipildingmi? Qachon? Ha, to'xta, men qaray. Ha. Hey! Nim qilganing o? Ha? Sarang bo'lib qoldingmi adasi? Ya, aldash tutqulingni ishchi qil desam, endi hey! Ya, telefon kartamga 2000 kun uraytamsa deyman adash. Ya, men qanday qilaman? To'g'ri, sen qaytug'an. Men sen qaytma dedim. Sen qaytuvdanki telefon kartamga 2000 kun urvasan men. Va kunni san telefon qilyaptimi va? Ha bo'ldi. Voy, atiq so'zlama. Voy, gap qilma. Voy. Hey! Ya qanda ya bu kallar işilmemdi deymende. Bu 2000 kun vurilgan bormi? Ve yaxshimisiz? Yaxshimisiz efendim, sizga qanday mulozimat kerak? Men yaxshi tishlar. Voy. O'zingiz yaxshidingizmi? Qanday mulozimat qilaman? Menga men pulni ish kerak-da, pulni. Mana ishda qarang. Qizchaq. Meni balamchi fuqishma 2000 kun puluncha telefon kartam uraytib qopti ekan. Shuni xapamay 2000 kun dikli vaqtingizni chiqarib uyga naqlabla akab bersangiz degandim. Kechiring efendim, o pulunuzni qaytarolmaymiz. Sizning har oylik telefon parangizni ishga kespangiz 250 ekan. 2000 ko'yingizni 10 oyga bo'lib kartangiz bo'lib beramiz. 10 oyga? Shundaq. Menga mana xushmas qilibmisan. Menga o telefon parangiz kerak emas. Menga 2000 kun naqlam bersangiz bo'ladi deya. Men uyda uyda vaqtim bor, meni hozir akab bersangiz bo'ldi. Kechiring, men buni qilolmayman efendim. Nima ish qilmaysiz? Siz 2 kun ortiq bassangiz bo'ldi ish bu.
Kechiring efendim, mening qo'limdan kelmaydi. Managa bunda joyli qilib ketmayli. Biz atogan birayla uchrashib qolsak, deyishib qolamiz, qizchaq. Bunda qilib ketmayli. Shuningga bir yordam qilayotamiz ishda. Kechiring efendim, qo'limdan kelmaydi. Asta kız. Müş. Qarang, qizchaq, bunda ish. Endi sat o'simi, daviray. Sizmi ayol kishi, sizmi to'y qilasiz keyin. Mavu 2 mumkin men xotin uqmaydi. Rast gap. Xotin uqib qolsam 2 mumkin endi men jinjiga bordiga ish. Mening oldini olsak bo'lmay shun bir yordam qilaydim, jinim. Qizchaq, Kechiring efendim, sizning shaxsiy turmushingiz bizning mulozimat doiramizga ishi. Şu diken, 2 mumkin pesiniz bu işten aladı tuttu biz. Bunday qilib bo'lmaydi efendim. İşte. Bunda qilaydi qizchaq. Bildim. Nasıl ishondim, siz men to'nmag'ashqa ishonmayapsiz-da. Bo'ldi. Kelishdik. 200 qo'y kerak. Qana? Bunday qilib bo'lmaydi efendim. 300 qo'ychi. Bo'lmaydi. 500 qo'y. Keldik. Qana? Kechiring efendim, yenil bo'lmaydi. Qizchaq, sizni qoningiz bek yo'g'an kechma. 500 qo'yga unmasangiz, endi anadan jiqtilsangiz, men mo sizga berolmayman. O ara 2000 qo'y pul. Bo'ldi. Unda olsa, siz mo meni unmaydiganday qilib tursiz. Bosh qizlarga telefon qilayman. Boshqalar qila oladi. Mulozimatimizdan rozi bo'lgan bo'lsangiz, bir kun o'tkazib Voy, rozi emasman, sizga bir emas, 0 bo'lsam, 0. Rahmat efendim. Voy. Bulma Ahmet. Şu açtan kılayla da marketim sen orulaş tuttu. Maqul, men sana qarz turayım, bir ketimlik sorunga. Bo'ldi. Har ketimni men qilyapman shu. Qaysan biri dasturxon sepaqtanga. Shuma xotin yo'q vaqtda tursin. Birisi kelib qoldi, hel telefon qilayapsan, to'xtatda, men hel telefon qilayap, xo'sh. Kim o? Yaxshimisiz efendim, buyurtgan tamoqingiz keldi. Xatalashib qolmagansiz, Men tomoq buyurtmadi. Adres to'g'ri-ki, ayolingiz aytgan-ki. Ayoli? Ha. Mekle? Şepe ha. Endiydi. Ayolim komandorga ketgansa, qanday tamoq buyurdi da, qaqsoqlik qilayapsan meni, Unda vas to'g'ri-ki, ayolingiz mush tamoqni buyurtganda so'z qoldirib ekan-toq. U sizni uyda bormi yo teshib o'yini qilib ketdimi? Shuni bilgisi borki. Shundan bitti. Bo'ldi. Ba, deb qo'y, Baqil. Bo'ldi. Efendim, xapamay pulni to'layotgan bo'lsangiz. Hey, tamoqni osimi pul to'lab. Endi akab berganga pul beramdi? Tamoqning pulini ayolingiz berib bo'ldi. Sizning to'laydiganingiz, va sizning tamoqingizni boshqalarnikidan eng tez sur'atda yetkazish haqqi. 22 qo'y. 22 qo'y? Ma ishga tafka, hey! Meni yanımda mana aqtirpaq, yerimni aqtirpaq, uyimni aqtirpaq. Meni yana boyoqmish 20 qo'yli pul bor. Meningda ortiq pul yo'q. Xapamay mushni ep ketamsan. Ayolingiz dedi, yo'ldishimdan endi 22 qo'y bor deb. Aşının gipiga ishondingmi? Ben uzamdan endi nech pul baliqni men uzam uqmasam aşı bilamniki? Ayolingiz yo'ldishimdan ishtinning o kichik yonchiqida bir ko'l qo'lda ish qisqardi. Hech nima bir qarab baqamsiz. Xatalashib qolding. Ana. Xotin bek yomon. O men uqmaydigan planim fiqida. Bo'ldi efendim, unda olsa tamqingiz vaqtida yevelang. Aras ayolingiz bir yig'iz gap qoldi o'g'anti. To'latib yeydigan narsa bor. Midirsizlik qilmay jim o'tiring, Bekor teshig'i chiqib o'ynaganingizni bilib qolgan bo'lsam, shu bet berib quliqingiz, yurib qulingiz tutqizib qo'yma, dedi. Bo'ldi efendim, unda tamqingizni o'zirlanib yevelang, mulozimni yaxshi baho berasiz. Xayr xo'sh. Ma'qul.
Yaxshimisiz efendim? Teşekkür mağanıttınız. Ya. Ha turban buzlab qolibdi, shuni 13 odam tekkadan chaqirib kiradi ekan. Voy otur bilan ne o'xshab beray bo'ldi. Bo'ldi. Sen avval qilmay. Kompyuterim buzilib qolib ketgancha, shuni o'zim taniydigan bo'lyapti, shularni chaqirib kelgan. Voy, adam izlab shu mana kompyuterlardim o't chiqaritmizdan o'xshab. Ha, bo'ldi. Ha, kirqatlarni yig'ilib qolgan, foto yo'q qo'ygan ekan. Shuni yuydigan qandaq? Ha, unda asa dikkada yig'ib beraman, birdan yuyitma. Sen nima qilsan? Hamma narsani sen men narsa qila olamsan. Nima qilgansan? Ayolini so'rashga tegishli bo'lmagan savollarni so'ramasin degan. Aslında sen fıkra, tonlatqıda hechnim qolmadi. Shu atdikan chavishib tushdim, to'q deganti. Ha, bo'ldi tushibman efendim. Ayoliniz sizga barkatda yachoblarni avatgandi. Haras. Ayoliniz sizga bir eg'iz gap qoldi o'g'anti. Ha, deydi. Hayatınızla oynaşma öyle cim oturun. Yelimiklilerini az oynayışın. Özünüz nasıram dedi. Bulda efendimin dafası tamaklarını huzuruna degeysiz. Mülazimtimde razı olgan bolsanız yaxşı teklifkerlerini begeysiz. Hayır hoş. Vay. Kimdi o bu? Kim o? Yaxşımı. Vay sen neden yukarı gözükdün bak? Yaxşıdın bir sıfatı. Nemişte? Plak gelgen. Vay canım ağabeyim kıra. Vay canım ağabeyim yok hak ettin ko ha? Çappa çektin bu sıkla telep gitmişse. Yukarı öte. Navat çek. Bol rahmet. Hemen de gepti. Ayarlığınız sizge 20 koy turmuş bul evet gen. Lekin mening yanımda 50 koyluq bütün pullu bak ya. Endi bu ne? Ha botta. 20 koyluq pul emas bu. Ne qilganmi? Ya, bilqamısın. Esneme. Onun kendinden efendim. Ayarlığınız bir yığız gep evet gen. Deyine. Bildim senin tıkıp koygan pullar onun bağlıqını. Dedi. Keçirin efendim. Mende ma 20 koy pul bak ya. Şuna abiyam 50 koyunu evasam ma 20 koyunuzu qaytırıp berey. Bugün bir yer hata ko. To'g'ri, shu abiyam mende 20 koy pul yo'q diye şu 50 koyun bergan. Hozir bab oldi şu 20 koyunu sizga berdim. Ma 50 koyunu qaytırıp aldım. Baldır demem sana bu 10 koydum ziyat attım bir kaçak yedim. Şu baldır yo'q demasmi 20 koy. Onun kendinden efendim ayarlanız dedi. Ben 20 koy puluna yetkizib berishaq 13 koy emasmi? Şu pulni sizni berdi deganda şu men pach pul tayyorlab kelgan 7 koyingizni qaytarib bersam, 20 koyun evansam 13 koy bergan bo'ldi ekansiz. Burada efendim unda olsa kunlaringiz xotirjam manlik olsin. Men bir yaxshi baholarni berib qo'yasiz. Xayr xo'sh. Ma'qul a? Vay yensen mi? Yaxshimisiz efendim? Tamaqingizdan keldim. Kira. Voy, kira. Voy, mette ay yana bir qo'yapti. Voy, shukur turaylik. Ha, ben Arambek kelgan paranishib o'tirimiz deyman. Bo'ldi, rahmat. Tamaqingizni e'lon qildim. Menimi? Shundoq. Xatolashib qoldingizmi? Men tomoq buyurtmisan? Bir ayol buyurdi berdi. Ayolingizmi deyman? Mina. Yo'q, menda to'y qilmagan bo'ytaq sizga. Siz xatolashib qolgan o'xshayman. Men ayol sizni ayol yo'q ekan deb qo'yga. Voy, yo'q. Men demakchi, to'xtab tur. Arambek ko'rishgan nimda qoldiraysiz deyman, ha? Rasmsan-chi. Men o'sha hayotim. Sizda chiroyli,
Sizdek güzel, latafetlik bir kızның тамақ тошығын керек болды. Рас, лава сіздің қотыны болып бағамысыңыз, тамақ емес, чынқач 40 қат мүші қызмат. Әмма адам өзінің адетін өзі çıkan yaxşı Ya yapardı. o şu, anda müş kettim ama dünyadaki en güzel ayarlam diye neydi? Demek sizin işçinin sürülen eşitişiniz güzel. Ha? Rahmet efendim sizge. Bana olsun. Şimdi yeni demiş payız yetti koyup bulurken az köme. Ha? Sen toluqlap berme. Peki ma sizin çırayınızdan, jamalınızdan, japa çekinizden toluqlama soqqası. Qamlaşmasın ekan efendim. Qamşa, nemish qamlashmaydi? Ha? Keyin kelib turasiz. Ketdi, toluqlab berma, ha? Qanaq? Tamam, beni. Bo'ldi. Rahmet efendim Ma'qul, sizge. rahmat. Ras. El xotun. Xotun bir gaplarni yetkazmadimi? Masalan, sizni suyma, sizni sevgindim, mummuda. Ha, baba. Senin yanında yetti koy plan qazımı şapaqçılıq qilishni unutib qolmaysan. Özəngni bilib uyda jim o'tda. Agar men kelgan vaqtda mush yetti koy pul yanında bo'lmay qolsa, uydan tirkan chiqmaydi. Satıldı efendim. Yo'q, satılmadı. Satılmadı. Mush yetti koy pul shumi? Ha, shu qilsak. Ma'qul satıldı ya. Ya bu satıldı. Hey, meni yatquyor. Hey, qizcha. Hey, qachon qaytib kelsiz? Va, uy kerakmi? Siz kerak emasmi? Ha? Bir erkishni uyga boshda yolg'iz tashlab qo'ygan bo'lma? Ansirmamsiz? Atma? At qaytib kelamsiz? At qaytib, bugun qaytib kelgan. Buguniga anglashsangiz bo'ldi-ku. Vay vo. Jinim xotun. Bu sen yo'q ishim bes qilib ketdi deyman. Va sen bo'lsang, ko'ngil to'q qosaqmi to'qildi xotun. Aqayishmi aqlika. Sen bo'lmasang faqat uning ustiga sen akapaga yeydigan narsalarni tugay deb qoldi. Va yo'q, u kemisin, avaymech kemisin. Bo'ldi. Men o'zim dikkadan tushib ochiqsammi, ochiqay. Lekin ola kemisin, yama ichim siqiydi ekan u. Bo'ldi, siz qaytib kelsangiz, keling, akamsin. Ha, ma'qul. Olib, bugun qaytib kelgan bo'lsangiz, bek yaxshi bo'ladi. Ma'qul. Bir kuncha deydi, ha? Ma'qul. Sizni yaxshi ko'raman, sevindim, ha? Xo'sh xotin. Ma'qul. Saqlayman. Akamsin, ha? Akamsin.